Hadizimni yetaylam chip spalnisi bor uy qidirishga tushgan kim kantush man kantush. Nimaga qidirarkansiz o'zida yom deb ko'rsanglar, yo'q. Qaynanam shuncha yil yashab biz yotmagan, yerda yotib ham urib ketmagan, yotib turgani ham shox o'zib chiqmagan desa, biz ham olmay qo'yavergan ekanmiz. Lekinchi bir tarafdan onamga lotereya kurgan. Bitta spalni onam qizim yo beraman deb yo bankdan kredit olgan bo'lardik, yo o'zimiz bir yoqqa chiqqan bo'lardik. Nima his qilasiz? Hali spalni olsangiz bu videoni ham ko'rib, hali eslab ham kulasiz deyishlar ham mumkin. Negaligini mana bu ko'rpachadan ko'rib tushunasizlar. Ko'rib turganlarda spalnimiz yo'qligidan faqat mana emas, beri ko'proq ko'rpacham jabr ko'rgan. Chunki buni yerim yotadi, bu yoqda esa men ko'rpachani tikmagan sababi esa qo'lim yo'qligidan emas, qizlar yuragimdagi ilma teshiklar ham shunchalik pora-pora bo'lib, ilma teshiklik ko'pligidan har erim bilan urushgan paytim eslab turishligimdan. Xullas, gap cho'zmaymiz qizlar, bu yerda yamaymiz. Spalni nimaga kerak bo'ladi qizlar? Endi keragi ham yo'q. Pastel bor profildan shunaqa chiroyli kompleks zakaz beruvdim o'zimga qizlar, ko'ringlar. Hamma divanda reklama qiladigan bo'lsa, men yerda. Toji materiali toza satin Xitoy fabrichni dehqonchasiga yerga dumalab yotsanglar ham, xullas o'tirsanglar ham, tursanglar ham, yuvsanglar ham kartochka bo'lmaydi. Pakrevali bez yoq. Yerda reklama qilgan birinchi bloger men bo'lsam kerak.